Hali 1,5 soat vaqt bor. Bank hisobimda esa faqat soniyasiga 10 million ishlab chiqaradi. Janorsin, men hali ham dunyodagi eng boy odam emasman. Pulni qayerga sarflashim mumkin? Salom oyi. Hoy, Chemo, qayerdasan? Bugungacha shu haqida unutdingmi? 5 daqiqa, agar bormasang qaytib ona dema. Yo. Ko'r-ko'rona uchrashuv. U meni pul ishlash vaqtimni behuda sovurish-ku. Nima? Biror joyga shoshilyapsizmi? Kechiksangiz pul yechib olishlardan qo'rqasizmi? Menimcha sizga o'xshagan odamlar tinimsiz mehnat qiladi, ammo juda oz pul topadi. Haligacha itda ishlaysizmi? Juda achinarli. Mr. Joe, menda haqiqatan ham favqulodda vaziyat bor. Keling qisqa qilamiz. Yaxshi, unda diqqat bilan tinglang. Mashina narxi kamida $1 million bo'lishi kerak. Uy esa $5 million. Men shunday uyda yashayman. Narsalarim eng hashamatli brenddan. Eng kichik uzugun 10 karat. Bularni farqiga borasizmi? Ha, mayli. Ovqatlanasizmi? Bunday joylarga kelmayman. Hech bo'lmaganda Mishelga boraman. Xo'sh, siz shunchalik boylik dardidamisiz? Meni haqorat qilmoqchimisiz? Men sog' sotsialistman. Ko'rdingizmi? Har doim eng yuqori darajali joylarga boraman. Qarang. Mr. Joe, gap shu. Boylik ortidan yurish bu haqiqatan ham ajoyib. Nima? Mr. Joe, men haqiqatan ham ilojsizman. Iltimos, meni pulimni sarflashga yordam bering.